Dahshat do'stlar, Amerikada navbatdagi katta yo'qotish. Eron tomoni Amerikaning eng kuchli samolyotlaridan, navbatdagi samolyotlaridan bittasini urib tushirdi. Aytishlari bo'yicha do'stlar F-35 samolyoti deyildi, lekin keyinchalik chiqqan xabarlarga ko'ra, chunki qoldiqlari topilgan va mana shu keyinchalik chiqqan xabarlarga ko'ra Kun.uz A-10 samolyoti deya xabar berdi. Boshqa manbalarda esa F-15 deyilmoqda. Aytishingiz mumkin do'stlar, nima qilibdi oddiy bir samolyotga oddiy bir samolyotni uribdi deb, lekin bu oddiy samolyotlar qatoriga kirmaydi. Bu istribitelь kuchli samolyotlar qatorida va qimmat samolyotlar qatoriga kiradi. Mana shunday qimmat samolyotni ham har qanday sistema urushi qiyin. O'shaning uchun dunyoda juda ham keng tarqalib va muhokamalarga katta sabab bo'lyapti, chunki bu kichkina oddiy masala emas do'stlar. Samolyotning ichida do'stlar amerikalik 2 uchuvchi bo'lgan, ikkalasi ham katapulta bo'lgan va ikkalasidan bittasini hozirda noma'lum qaydaligi deb aytilmoqda va Amerika tomoni ikkita vertolyot jo'natgan, mana shuni qidirib topishlik asosida. Va mana shu qidiruv ketayotgan vaqtda Eron tomon Amerikaning 2 vertolyotidan birini urib tushirgan do'stlar. Bundan kelib chiqadiki, Amerika o'zi ko'zlagan natijalarga erisha olmayapti do'stlar. Amerika katta yo'qotishlar kelib chiqyapti. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Bir dona like bosamiz. Barchaga rahmat, salom.